farzandimiz uchun eng kerakli va foydali bo'lgan xaridlar haqida gaplashamiz. Birinchi foydali bo'lgan narsamiz mana shu kenguru juda ham bizga shunaqa xizmat qildi. Yoz bo'yi mana o'zi ko'rsanglar bo'ladi. Ranglari uchib ketganidan yoz bo'yi farzandimiz 2 oyligidan boshlab mana shu kenguruga o'tirg'izganmiz. Ya'ni buyog'ini bundoq qilsanglar, boshchasini tutolmaydi-ku, boshchasi bilan yotib ketishga juda ham udobni. Men qayta oladigan narsalardan biri juda ham udobni. Ayniqsa mana shunaqa kenguruli anaqa olinglar. Egarchalikni o'tirganda udobni bo'lishi uchun 50 mingni olishimga zakaz qilganman. Kargosi bilan birgalikda menga вообще 100 tiyinga kelgan. Ikkinchi полезный olgan narsamiz mana shu narsa. Farzandinglar katta bo'lgandan keyin ko'tar deb xarxasha qilib uradi-ku. Mana ham kompaktni yig'iladi, sumkalarni katta joy egallamaydi. Hamma shunaqa mazza qilib ko'tarib yurasizlar. Buni ham men Xitoydan zakaz qilganman. Qancha deb o'ylaysizlar? Atiga 27 ming so'mga o'zini narxi 15 ming so'm turadi. Buni ham вообще suv tekinga olganman. O'shaning uchun ham Xitoyni yaxshi ko'raman. Hamma narsa birinchi qo'l bo'lib olasizlar tovarlarni. Ancha pulinglarni ekonom qilasizlar qizajonlar. Uchinchi foydali olgan narsamiz bu kolyaschkasi. Kolyaschkasini shunaqangi darajada tanlaylar. Yosh bo'lganda ham, katta bo'lganda ham bemalol o'tiradigan, bemorlarga ancha yilgacha xizmat qiladigan kolyaska tanlashinglar kerak. Men boshqa kolyaskasini olganimda, kolyaskasini men tanlaganman-da. Turmush o'rtog'im aytgan, "Bezunaqa kolyaska zakaz qilibsan, katta ekan, og'ir ekan" deganlar. Lekin mustahkam kolyaska og'ir bo'ladi. O'sha narsani inobatga olinglar. Ichi katta kolyaska zakaz qilganman deyman. Buni lekin O'zbekistonda olganmiz kolyaskani, adashmasam 1 million so'm atroflarida olganmiz. Kichkina bo'lgan, o'shanga bizga qanaqadir katta, og'ir deb tuyulgan. Hozir Yasminaxon ancha kattardi. U kolyaska loppa-loyiq tushdi. Yasminaxonga hozir mazza qilib kolyaskasida o'tirg'izib sayr qilamiz. Kolyaska tanlashda ham hech qachon adashmanglar qizajon. 4-chi foydali bo'lgan narsa mana shu ovqatlayotgan stoligi. Ovqatlayotgan stoligini mana bu tarafi mundoq tushilayotganini olinglar. Chaqaloqli paytida ham bemalol yotqizasizlar. Bundoq qilsanglar mazza qilib yotadi. Mana bunaqa xavfsiz remenlari bor. Remenlarni shunday taqib qo'yib bemalol o'tirib, ayniqsa mamashalarga juda ham kerakli bo'lgan narsa, qo'lingizda ko'tarib ovqat yedirg'izmaysizlar. Shuni o'tirg'izib qo'yasizlar, o'zingizlar ham mazza qilib ovqat yeysizlar. Farzandinglar ham mazza qilib o'ynab o'tiradi. Oldiga o'yinchoqlar yoki nimadirlar bersanglar, mazza qilib sizlarni ovqat yeyishingizga xalaqit bermaydi. Kattagungacha mazza qilib ishlatadigan foydali bo'lgan pakupkalarimizdan biri bo'lgan. Mana shu 4 ta narsa farzandimizni katta qilishimizga eng katta yordamchi kuch sifatida kelgan, ikkilanmasdan 100% olishingizga arziydigan narsalardan biri qizajonlar. Bu videoni birinchi farzandni dunyoga keltiradigan mamashalarga jo'natib qo'yinglar. Video yoqqan bo'lsa like bosib ketishni unutmanglar. Menga podpiska bosib qo'yinglar, shunaqa полезный videolarni meni profilimdan topasiz.